muddatli to'lovga necha pulga tushishligini so'rang. Agar narxlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, gap yo'q, rostdan ham foizsiz sotadi. Agar yomon boshqa yo'llar bor, ular arzonroq. Keling, ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchisi va eng keng tarqalgani bu pulingizni uyingizda yig'ishingiz. Biroz zerikarli bo'lishi mumkin, lekin siz biroz oldin bankka har oy pul to'lashga tayyor edingiz, to'g'rimi? Endi xuddi o'sha pulni bankka emas, faqat o'zingizni uyingizda yig'ib qo'yasiz va bu pul bir necha yillardan keyin sizga anchagina katta pul bo'ladi va asqotadi. Ikkinchisi bu foizsiz qarz olish. Bu bizni madaniyatimizda eng keng tarqalgan pul hisoblanadi. Do'stingizdan, oila a'zolaringizdan, yaqinlaringizdan va uzoq qarindoshlaringizdan. Va bu narsa sizga juda ham asqotadi. Ya'ni siz bu qarz uchun qo'shimcha foizlarni to'lamaysiz. 10 million oldingizmi? 10 millionni o'zingizni aytilgan muddatda qaytarib berasiz. Bu. Uchinchisi, qo'shimcha ish qilish. Ya'ni o'zingiz bir ishni qilib turibsiz, uni yoniga yana qo'shimcha ish qilasiz. Bilaman, bu qiyin, lekin qarz olishdan, kreditga botishdan yaxshiroq. Nimadir soting, qanaqadir biznes o'ylab toping, o'zingizga mos, o'zingizning holatingizga mos biror bir yangi ish qilishingiz sizni yanada ko'proq pul ishlab topishingizga sababchi bo'ladi. Ishoning, bu qarz olishdan, kredit olishdan ming marta, million marta yaxshi hisoblanadi. To'rtinchisi, uydagi keraksiz buyumlarni sotish. Siz o'zingiz uchun kerakli deb olib qo'ygan, lekin hech qachon ishlab yurgan buyumlaringiz bor. Uyingizni qidirib ko'rsangiz, ular talaygina. O'shalarni sotsangiz, sizga kerakli bo'lgan pul miqdorini ma'lum bir qismini topa olsangiz bo'ladi. Ishoning, bu ham qarzdan ancha yaxshi. Xo'sh, xullas biz siz bilan ancha yo'lni bosib o'tdik. Endi siz mikrokredit haqida kerakli narsalarni hammasini bilasiz. Nimalar haqida so'rashingiz kerak? Foiz qancha, yillikmi yoki oylikmi, jami bo'lib qancha pul to'layman, men umumiy to'laydigan summa qancha, hammasini bankdan raqam-baraqam so'rashga haqqingiz bor va bularni sizga bank to'liq aniq qilib aytishga majbur. Shularni esingizdan chiqaring. Va eng oxirgi gap, mikrokredit bu shunchaki vosita. Xuddi boltaga o'xshagan narsa. Siz bolta bilan o'zingizga uy qurishingiz ham mumkin va o'zingiz yaralashingiz ham mumkin. Shunchaki uni qaysi yo'lda ishlatish o'zingizga bog'liq. Va eng muhimi, endi sizda bilim bor. Bilim bo'lsa, bu eng yaxshi himoya. Sizning endi hech qanday reklamalar avliyon, chunki siz o'z bilimingizga tayanib ish tutasiz. O'ylaymanki, bu video siz uchun manfaatli bo'ldi. Agar rostdan ham video sizga yoqqan bo'lsa, uni do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, ayniqsa yaqinda kredit olmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Chunki aynan mana shu video ularni katta xavfdan, katta qiyinchiliklardan asrab qolishi mumkin. Agar siz O'zbekistondan Turkiya, Koreya, Rossiya, Xitoy va 50 dan ortiq davlatlarga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Unit ilovasi orqali yurishni amalga oshirsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ilova 10 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi va O'zbekiston bozorida eng yetakchilardan biri hisoblanadi. Afsus, biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik, lekin uni saqlab Agar voyaga yetgan farzandingiz bugun so'zingizni bo'lib, sizga xuddi bo'shliqqa qaragandek e'tiborsiz munosabatda bo'lgan bo'lsa, unga xat yozmang, chopar yubormang va tushuntirishga urinmang. O'tirib keksa ustozni 10 daqiqa tinglang. Shundan so'ng
Nima uchun 40 yillik ota-onalik mehringiz sizga zarracha ham hurmat keltirmaganini tushunib yetasiz. Va bu holatni shu oqshomning o'zidayoq qanday o'zgartirishni bilib olasiz. Mening ismim yo'q. Odamlar meni keksa donishmand deb atashadi. Bu yorug' olamda 90 yildan beri umrguzaronlik qilaman. Uning 30 yilini baland tog'lardagi sokin ibodatxonada o'tkazdim. Bugun uzoq o'lkalar haqida emas, balki qadimiy hikmatlar, ulug' mutafakkirlar va siz haqingizda so'z yuritaman. Dastlab achchiq haqiqatni aytishim kerak. Usiz oldinga qadam tashlashning keragi yo'q. Farzandlaringiz sizni yomon bo'lganlari uchun emas, balki oddiy inson bo'lganlari uchun hurmat qilishmaydi. Ular o'zlarini faqatgina siz o'rgatgandek tutishadi. Eshitayapsizmi? Siz ularga qanday yashashni, qanday qilib yuz-qo'lni yuvishni, salomlashishni yoki chaqalar sanashni qanday o'rgatgan bo'lsangiz, siz bilan qanday munosabatda bo'lishni ham xuddi shunday o'rgatgansiz. Buni siz ularga jimgina 40 yil davomida indamasdan o'rgatdingiz. Har galgina qudratni ichga yutganingizda, har gal qo'pollikka tabassum bilan javob qaytarganingizda, har gal janjal chiqmasligi uchun yon bosganingizda shunday bo'ldi. Ulug' mutafakkir 2,5 ming yil avval shunday qisqa so'zlarni aytgan edi.